Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga qo'yilgan joyimiz Olimpiya stadioni yonida bo'ladi. Bu yerda Dehqon market. Ban tarafimiz Ina Urdu, Darital bo'ladi. Ajoyib mastada joylashgan. 8 etajli domni, 6-etajında 3 xonali 85 kvadrat korobka joyimiz sotuvga qo'yildi arzon narxda. Esa gittik, uyning chon taraf bilan donishsak. 6-etajimizga yetib keldik. Ko'rganingizdek, liftlarimiz postoyan ishlab turibdi. Shu xonadonimiz bo'ladi. Eshiklarimiz temir eshiklardan qo'yilgan, garaj shot eshiklarimiz. İçon tarafına giradi olsak, görgənizdek, garaj xotimiz keng tushgan. Ajoyib bo'lib 3 xona bo'ladi. Berimiz ham golobga qo'yib, choy ichadigan joy etib qo'ysangiz bo'ladi ekan. Xolasangiz oshxonani ko'chiraverasiz. Radiatorlar o'tib turibdi, eshiklari qo'yilgan, aynalar akfayna. 2 balkonga ega bo'ladi. Bir yondan boshlaydi olsak, berimiz kattalar uchun spalnisi. Ajoyib keng tushgan. Balkonlarimiz yine ban tarafimizda görünüp turibdi Darital. Urdu bo'ladi. Banımızda Olimpiya stadionu. Olimpiya stadionining yong'inasida bo'ladi. Berimizda esa zal joylashgan. Zalimiz ham ajoyib bo'lib keng tushgan. Patologlarimiz beyik. Shuningdek suvoqdan chiqib turibdi. Aynalarimiz akfayna. Eshiklarimiz ham beyik eshiklardan qo'yilgan ekan chon tarafga. Svet ko'rganingizdek o'tib turibdi. Gaz, suv, svetdan muammosi yo'q. Berimiz sanuzel bo'ladi. Shuningdek ajoyib keng tushgan ekan berimiz ham. Banimizda esa yana bir spalnisi. Berimiz ham ajoyib bo'lib turibdi. Berimizda esa ko'rganingizdek oshxonamiz bo'ladi. Oshxonamiz ham ajoyib keng tushgan. Qatyollarimiz qo'yilib turibdi Airfare firmasidan. Ko'rganingizdek gazlarimiz ham kelgan. Ban tarafimizda ikkinchi balkoni bo'ladi. Ayak deylarimiz ajoyib tashkil etilgan, remontga qarab turibdi. Kvadratına keladi olsak 85 kvadrat metr bo'ladi. 6-etajda Urdu Darital yonida. Ajoyib mastada. Narxına keladi olsak $46,000 deb turibdilar. Kimga qiziq olsa, videodagi telefon nomerlari murojaat etaverasizlar. Sog' bo'lin, salomat bo'ling.